Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz jigarda uchraydigan o'simta kista haqida suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida jigar bilan bog'liq bo'lgan har qanday kasallik turiga ham shifosi bor. Bizga shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Mani jigarim qotibdi, men jigar siroz bo'libman, mani jigarimda kista bor ekan, mani jigarimda o'simta bor ekan, ichki organlarim metastaz bergan. Men jigarimni srochniy Hindistonga borib yoki Amerikaga borib donorga jigar almashtirishim kerak ekan deb qoringa, ichakka, trubka qo'yilgan bemorlar ham uchraydi. Va bir marta operatsiya qildirdim ichagimni yoki bo'lmasa bir marta biopsiya oldirdim jigarimdan degan bemorlar ko'plab uchraydi. Jigarda kista bo'ladimi, o'simta bo'ladimi, jigar qotishi bo'ladimi, jigar sirozi bo'ladimi, gepatit kasallik turlari bo'ladimi, gepatitni B, C, D, E turlariga jigar bilan bog'liq bo'lgan har qanday kasallik turiga ham bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, siroplari yordamida shifosi bor. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, donor jigar almashtirishga, ximiya nur olishga umuman hojat yo'q. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlar, malham siroplarimiz yordamida har qanday jigar bilan bog'liq bo'lgan kasallik turlariga shifosi bor. Bemalol kelib lechina olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bosinglar, shunchalik savobga ega bo'lasiz. Sizni bitta laykingiz bilan bitta bemor sog'ayadigan bo'lsa, Allohning qudrati ila muborak Allohning uyida ro'za Ramazon oyida bitta tuya so'yib 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasiz. Bunaqa savobga pul dunyo bilan erishib bo'lmaydi. Layklaringizni bosaveringlar. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rab qolaman.